Salom hammaga, hamma yaxshimi? Bugun ilhomim kelib ketib, barabanni chiska qilgim keldi va shu rezinkalarini ochishni o'rgandim. Hozir buni rezinkalarini vilkada ochdim. Ancha-muncha tozaladim, lekin baribir rosa kir bo'lib ketibdi. Ishlaganiga 1,5 yil bo'ldi bu mashinani. Hozir shu rezinkalarini ochdim. Endi hozir ichiga men bavi solaman. Shu rezinkasini orasiga. Bu ozgina qolgan ekan. Bavidan keyin men shu ekotapdan solaman. Va ozgina solib oldik. Endi qaynab chiqqan suvni quyamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qanchalik tozalashini ko'ramiz. Endi barabandan yig'amiz. Issiq. Reaksiyaga ketishyapti. Kimlar o'zi yeb chiqadi. Keyin burani solamiz oxirida. Hozir birinchi faqat ekotap. Yana qaynoq suv qo'shim. Barabanga tushib ketib qolyapti qaynoq suv. Shuncha yuvilmayapti. Endi menimcha laganchaga suv quyib olib, keyin yuvsam kerak. Oxirida baraban chiska ko'ramiz. Sizlar ham shunaqa qilib turasizlarmi? Yuvishda davom etyapman. Shunaqa shokka bilan, uzun shokka bilan bir amallab yuvyapman. Shunaqa kirib ketyapti. 1,5 yildan beri rosa kirib ketdi. Bu birinchi suvim, bu ikkinchi ekotap suvim. Xalas, chiska baraban qilib turaman, lekin bunaqa ochiq qilmagandim hali. Juda ham kirib ketibdi. Xabar bo'lib ketyapman. Nega shu vaqtgacha ochishni bilmaganlar uchun deb. Rahmat berib bechoraga. Menga kechir deyapman. Shunaqa gaplar. Oxirida yana ko'rsataman. Bu tozalab bo'lgandan keyin shokkada baraban chiskani yoqib, shu ekan suvlarga ketib ko'rsataman. Mana bu qator atib oldim. Mana nimalarni kirgizib chiqdim. Mana plastmassalarni. Boshimga kirgizib aylantirib kelib chiqdim. Ko'rinyaptimi? Shuna qilib bir qator atib chiqdim. Endi mashinani yurgizamiz. Chiska barabanga. Mana. Chiska baraban. Bu rosa 2 soatlik nima? Tozalov. Shunga qo'yaman. Ekotapda antinakip degan bor. Shuni solaman. Va ozgina changi soda, uksus. Keyin ozgina hid beruvchi kapsulamizni solib qo'yamiz. Sigirishni bo'lish uchun. Men mana qo'yacağım. Keyin ozgina soda, kapsulam, yana changi soda. Kapsulam mazza beraman. Changi soda olib, to'g'ri qo'yaman. Damalab, gradusini oshirib, chiska qiladi. Mana, уже 1 soat o'tdi. 2 soat o'tdi, ancha yamidi. 80 gradusga yetkazib. Juda katta qorayib ketmasa bo'ldi deyapman. O'ta qorayib ketdi suv. Bu arada karamlarni tuzlanganini idishdan olib, xolodilniklarga solib qo'yamiz yoki eshik chiqib qo'yiladi. Bu домашний karamlar o'zimiz tuzlaganmiz. Avval achitadi buni. Achigandan keyin kvashinniy bo'ladi. Kvashinniy karamlar mazasi shirin bo'ladi. Ancha ko'chaga qaraganda, ko'chaniki. Va shunaqa qopqog'larni mahkam qilib yopib, xolodilnikka qo'yib qo'yiladi. Yaxshilab yopmasangiz hidi chiqadi. Karamda o'zidan hid chiqaradi. Xolodilnikka sasib qoladi. Bo'lmasa strichlab qo'yish kerak. Videoda oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Mana endi suvni to'kdi. Chiqqan kiri ichidagi men yuvgandan keyingi chaqishga suv to'ldirdi. Keyin ochib, narsalarni olib mana ko'rsatdim sizlarga oxirida. Qanaqa toza bo'lganini yaltillab, hech qanaqa hid qo'shib qolmay chiroyli bo'lib qoldi. Rezinkasini orasida ham hech qanaqa kir qolmabdi. Shotkalab yuvib tashlagandim. Ichiga nimalarni tiqib, latalarni tiqib, yuvib ancha ish qilib qo'ygandim. Ekotapni quyganimga mana oxirida natijamiz zo'r. Mashinani o'zi chiska qilib, chiroyli qilib berdi. Ko'rganinglar uchun rahmat. Xayr.